Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yaxshilarmi, sog'sizlarmi, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 4-bayram kunini hammalaringizga qutlug' bo'lsin deyman. Mana biroz Ulug'bek xo'jasazib bo'yicha Qariya g'uzori Kattako'vrik mantiqasiga Mayn tegirmon degan joyga kelib sho'rgan shu obshorni oldan sizlarga bir bu joyda ko'rsatib, bu tabiatni sizlarga ko'rsatib o'tiribmiz. Mana biroz 4-bayram kuni edi. Mana biroz nomi Xudo xeyli yaxshi ro'z edi. Ob-havo ham ko'p yaxshi edi. Maymonadan mana do'stlar, rafiqlar bu joydan ko'p bala kelib ketib o'tiribdilar. Ro'zona taqriban 100-200larcha kishilar bu yerdan kelib ketib sayli soat terisini qilib ketadilar. Men Parviz Erkin Ulug'bek xo'jasazib bo'yicha Qariya g'uzori Kattako'vrik. Sog' bo'linglar. Oydek yuzing qurbon beboda mast bo'ldim, beboda mast bo'ldim. Oydek yuzing qurbon beboda mast bo'ldim, beboda mast bo'ldim. Ishqing o'tida go'yo otash parast bo'ldim, otash parast bo'ldim. Ishqing o'tida go'yo otash parast bo'ldim, otash parast bo'ldim. Niyoz bilan qilding o'zingga moyil, qilding o'zingga moyil. Avval niyoz bilan qilding o'zingga moyil, qilding o'zingga moyil. Ag'yor birla bo'lding, men elga past bo'ldim, men elga past bo'ldim. Ishqing o'tida go'yo otash parast bo'ldim, otash parast bo'ldim. Yozmasmani birordam, yozmasmani birordam. Ham yozay xumoring, yozmasmani birordam.